Volovoy bichi gilos navli gilos bog'larida ko'pchilik odam kesib tashlab, o'rniga yangi zamonaviy gilos navlarini ekishyapti ekan. Sabab qilib esa bu navlar o'zini chaynatmayapti, kam hosil beryapti deyishyapti. Yangi navlarga umuman qarshiligim yo'q, lekin katta daraxtni kesib tashlab, o'rniga yangi nihol eksangiz, yana necha yilda o'sha darajaga yetib oladi. Undan ko'ra shunchaki shu volovoy bichi gilos o'zini o'zi chaynatmaydigan navlarning orasiga maqbul chaynatuvchi navlarni eksak yoki shoxlariga payvand qilib qo'ysak o'shunaqa navlarni, shu yaxshi emasmi? Tekis yangi bog' bo'lsa, mayli zamonaviy navlarni ekish kerak, lekin katta daraxtlarni kesib tashlab o'rniga zamonaviy nav ekish menimcha bu qisman xato deb o'ylayman. Hozir yonimda volovoy bichi gilos navli gilos turibdi. Xo'p, mana hosilga e'tibor beramiz. O'rta darajada hosil qilgan. Mana mevalari. Xullas, hosilini qisman yaxshi desak ham bo'ladi. Buni bitta sababi bor xolos, shunchaki bu gilosimiz yonida bahor navli gilos bor. Aslida bahor navli gilos volovoyda bichi gilosning maqbul chaynatuvchisi emas. Buni maqbul boshqa chaynatuvchi navlari bor. To'g'rimi? Biz endi eski bog'bonlar kuzatadi. O'shaning uchun o'zlari tushunish uchun aytaman, zamonaviy nav emas. Dragona jo'lti sariq gilosni o'zi buni dodlatib yoradi, hosilni ko'p beradi. Shunchaki yoniga ekib qo'ying yoki shoxlaridan biriga payvand qilib qo'ying, bo'ldi, sizdan nima ketdi, baraka topgur. Hozir mana shu yonida bahor navli gilos turibdi va u o'zini shunchalik ta'sirini ko'rsatgan. Agar bu yerda boshqa maqbul chaynatuvchi nav bo'lgandamidi, bu boshini egib qolar. Hali ko'm-ko'k holatda siz buni hosilini ko'ryapsiz. Agar mana shu hali pishsa, yetilsa, shu hosilni ham ko'rsangiz, wow, dodni borasiz. Shunchaki bahor gilosi ta'siri. Nimaga daraxtlarni kesib tashlash kerak? Nimaga butkul bog'ni ko'chirib, yangi ekib, yillarni yo'qotishimiz kerak? Yoniga eksangiz, to'g'ri sal kechroq, lekin shoxlardan biriga ikkitasiga payvand qilib qo'ying, ikkinchi yiliyoq u gullab chaynatishni boshlaydi. Hozir men sizga mana shunaqa gilosni ko'rsataman. Ya'ni shoxlardan biriga payvand qilingan, chaynatuvchi nav payvand qilingan gilosni ko'rsataman. Ketdik. Mana o'sha volovoyga sariq gilos payvand qilingan daraxtning oldiga keldim. Mana payvandlangan joyi. Bu tomonda yana bitta shox payvand qilingan va albatta u volovoyda hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishni boshlagan. Bu sariq gilos volovoy daraxtining shoxini o'rtasiga payvand qilingan. Demak, masalani tushundik. Volovoyda bichi gilosni chaynamayapti deb kesib tashlash shart emas. Hozir yana bitta boshqa gilosni oldiga keldim. Bunda ham hosillar mana yaxshi. Bu hali yetilganda yana ham ko'rinadi. Yetilmagan holatda ko'rinishi bu shunchaki zo'r degani. Buni ham oldida boshqa navli gilos turibdi mana. Chunki bular chaynatyapti. E'tiborliroq bo'lamiz, daraxtlarni kesib tashlash yo'q. Shunchaki chaynatsak bo'ldi do'stlar. Bu nav Dragona jo'lti sariq gilos. Yonidagi volovoylarni chaynatyapti. Bu ham mana hosildorlik sezilarli darajada oshiryapti. Unutmaymiz, chaynatishimiz shart. Daraxtni kesish yo'q. Endi navbatdagi gilosimni oldiga keldim. Xo'p. Hosilga e'tibor beramiz. Hosilga. Buni ham oldida sariq gilos bor. Bu sariq gilos. Mana. Bular bo'lsa volovoy. Mana. Volovoy bo'ladi bu, bichi gilos bo'ladi. Do'stlar. Demak, podpiska bosamiz, like bosamiz. Bundan keyin bundan ham foydali ma'lumotlar berib boramiz. Hammaga rahmat. Agro hayotni kuzatishda davom eting.